Ming bir hadis. 381 hadis. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. Sizlarning mol dunyolaringizdan menga ayollar va xushbo'y hid yoqadi. Xursandligim esa namoz o'qishdadir. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, sizlar mana dunyoni yaxshi ko'rasizlar. Dunyo uchun kechasi-yu kunduzi harakat qilasizlar. Lekin menga ham shu sizlar yaxshi ko'radigan dunyodan 3 ta narsa menga ham yaxshi ko'rinadi. Men ham yaxshi ko'raman shularni dedilar. Shulardan birinchisi ayollar dedilar. Ayollarni men yaxshi ko'raman, hurmat qilaman dedilar. Haqiqatan ham mana islom tarixini o'qisak, payg'ambarimiz alayhissalom Hadicha onamizdan tortib to Oyshagacha uylangan ayollarini hech birlarini xafa qilgan emaslar. Balki ularni shunday yaxshi muomalalar bilan, ta'lim, tarbiya bilan ularni ikki dunyo saodatiga musharraf qilganlar. Ikkinchisi, xushbo'y narsani men yaxshi ko'raman dedilar. Noxush narsadan nafratlanaman dedilar. Uchinchisi, meni xursandligim, ko'zimni quvonchi bu namozda. Qachon vaqt topsalar, qachon bo'sh vaqt topsalar, 5 vaqt farz namozdan tashqari nafil namozlarni ham payg'ambarimiz alayhisalom juda ko'p o'qir ekanlar. Ming bir hadis.